eng umidsiz lahzangda agar o'zingni o'tga otsang, o'zing uchun emas, bolalaring uchun o'zingni chora misol taklif qilsang, yuragida farzand mehri bo'lgan hech kim chorasiz emas. Barcha eshiklar qulflangan bo'lsa-da, kimnidir qalbidan joy olgan hech kim o'zini qafasda his qilmaydi. Chorasizlik. Qidirgan chorang balki shundoq oldingda bo'lishi, lekin uni topishga vaqting bo'lmasligi chorasizlik. Chorasizlik javobsiz quruq ishsizlik emas. Tashqarida davom etajak hayotni o'zi chinakam hov. Asl to'sqinlik senga bo'yin egmagan, seni pisand qilmagan va yutib yuborgan hayotning o'zidir.